الرحيم دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها الجزء الثاني أردت الدرس كي إشكي قسم الدرس العشرون 20 درس أم درسنا نقول كي بيجين كي درس كي مهم نقطة bir so'zlaydi. Am bugungi darsdagi asosli bizdan talab qilingan muhim nuqta ikkilik ismlarning i'robi. Am odatda biz ismlarni ikkilik qilgandan keyin odat birlik holatda, masalan, rajul deyli yoki kitob deyli, pasha qo'lish to'g'ri kelib qolsin deb o'qiymiz kitobun, zavar qo'lishchi kitoban, zir qo'lishchi kitobin. Masalan, hazal kitabu da bir jumla tuzsak shundaymi yoki bir butun jumla tuzib boqaylik. Haza kitabun. Bu iga xabar o'qachqa kitobun nima o'qildi? Pasha o'qildi. Men ikki kitobni ko'rgandim degan jumlada boqaylik. Ra'aytul kitabayni. Agar yolg'iz deyilib qolsa ra'aytul kitaba. Shundaymi? Kitobda deganicha fil kitabi. Demak, birlik ismlarda zavar o'qilish, pash o'qilishmi, aniq pash o'qiladi, shundaqmi? Zavar o'qilish to'g'ri kelib qolsa, aniq zavar o'qiladi. Hamda zir o'qilish to'g'ri kelib qolsa, aniq nima o'qiladi? Zir o'qiladi. Endi mushu birlik ismlarni ikkilikka aylantirgandan keyin qandaq pash o'qiymiz, qandaq zavar o'qiymiz, qandaq zir o'qiymiz desa, ikkilik ismlarning pash o'qilg'ini shu ismlarning oxiridagi alif bilan nun kelgani pash o'qilg'ini hisob. Ya'ni pash holati raf'iligi alif bilan nun orqali ifodalanadi. Pashlik holati alif va nun orqali ifodalanadi. Endi zavar zir o'qilg'ini ikkilik ismlarning ya va nun orqali ifodalanadi. Masalan, kitob ikkilik aylantirilgan kitoban shundaymi? Pash o'qilg'ini kitobani deb alif bilan nunning kelganligi pash o'qilg'ini hisob. Zavar yoki zir o'qish to'g'ri kelib qolsa, alifni nimaga o'zgartirib, yaga o'zgartirib, kitobayni o'qilganimiz shu ikkilik ismning nima o'qilg'ini hisob, zavar yoki zir o'qilg'ini hisob. Bu nuqta. Ikkinchi mazmun bugungi o'rganmoqchi bo'lgan qurilmamiz jumlalarda kelib qoladigan biri chiket, yana biri chiket. Buna deganim, masalan, bugun ikki o'quvchi kelibdi. Biri Oqsuloqkan, yana biri Qashqarlikkan demoqchi bo'lsak, shundaymi? Ja'at Taliban yoki Ja'at Taliban. Ikki o'quvchi kelibdi. Biri ahaduhuma min Aqsu, shundaymi? Uning biri nadinkan, Aqsudan. Yana biri wal akhar min Qashqar. Yana birisi nadinkan, Qashqardan. Demak, ahaduhuma wal akhar deb ifodalanadi. Biri chiket, yana biri chiket bo'ladi. Bunday shaklni arab tilida ahaduhuma wal akhar deb ifodalanadi. Endi mana ayollik shakli ihdahuma wal ukhra deb ifodalanadi. Masalan, ikki qiz o'quvchi kelibdi. Ja'at talibatani. Biri Aqsudan. Ihdahuma min Aqsu. Val ukhra, yana biri Qashqar degan. Val ukhra min Qashqar. Mush nuqtani tushuna olsanglar bo'ladi. Mening ikki kitobim bor. Indi kitabani. Biri yangi. Ahaduhuma jadidun. Yana biri kona. Val akharu qadimun. Mana o'xshash. Indi majallatani. Men ikki jurnal bor. Bu ayollik shakliga biri yangi. Ihdahuma jadidatun. Yana biri kona. Val ukhra qadimatun. Mana o'xshash. Erlik shakli ahaduhuma val akhar. Ayollik shakli ihdahuma val ukhra degan shakllarda ifodalasak bo'ladi, ha? Darsning asosiy mazmuni tushunishib bo'lgan bo'lsa, qaranglar. Avvalso'liklarni o'rgatgandan keyin dialogga boramiz. Al-kalimatul jadida. Ana o'qib tarjima qilib beraman. Rajulun zu wajhayn.
الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها مشط أمشات مخدة مخاض زر أزرار مرآة مرايا لص لصوص جنيه جنيهات مفيد السيرة التفسير ذبح يذبح اذبح شرح يشرح اشرح رجل ذو وجهين deganni mundaqlam tarjima qilsak ikki yuzlik odam degan gap. Bu Uyg'ur tilida ishlatiladi bu so'z. Masalan, buning boshqacha, uning boshqacha adam. Shundaqmi? Madabtu allazi ya'ti kullu ta'ifatin bima yuridiha. Har qanday bir xil odamdan qashig'a shuni rozi qilib keladi yoki rozi qiladigan ishlarni olib keladi degani kimning qashqasi shundan qamishlanadigan odam demakchi. Anaqa hisobda muqim mavqasi yo'q demakchi. Musht tag'oq, amshat uning ko'pligi. Mihaddatun yastoq, mahaddun ko'pligi. Zirrun tugma, azrarun ko'pligi. Mir'atun aynak, maraya ko'pligi. Lissun o'g'ri. Nusus ko'pligi. Junayhun junayhat buning ko'pligi. Ya'ni pul birligi. Masalan, biz pulni yuan deymiz-ku. Saudiyaliklar nima deydi? Riyal deydi. Amerikaliklar-chi? Dollar deydi-ku. Mana bu Misrning pulisi. Mufidun foydaliq. As-siratu tarix, tarjimahol degan ma'noda. At-tafsir tafsir. Zabaha yazbahu izbah. Bo'g'izladi, bo'g'izlavatdi, bo'g'izlagan. Masalan, qo'y bo'g'izlamoq, to'g'ri bo'g'izlamoq degandekchi. Sharaha yashrahu ishrah. İzahladi, izahlavatdi, izahlag'in. Sharaha izahladan bir so'zni bilmay qolsanglar, ma'nosini izohlab berma emasmi? Shundaqmi? O'sha izohlash. So'zlik tushunish bo'lgan bo'lsa, hemen tekstni o'qib, tarjima qilib, grammatikadan mulohaza qilib qo'yay. Diqqat. الدرس العشرون كم سورة حفظت يا بشير؟ حفظت سورة واحدة. وكم سورة حفظت يا عمرو يا عمر؟ أنا حفظت سورتين. يا أبتي جاء اليوم مدرسان جديدان أحدهما للفقه والآخر للحديث. يا أبتي قرأت اليوم كلمتين جديدتين في هذا الكتاب. ما هما؟ هما المشط والمخدة. عرفت معناه؟ نعم، سألت المدرس فشرح لي معناهما. أنا الآن أذهب إلى السوق. أتريدون شيئا؟ أريد دفترا. عندي دفتران وأريد دفترين آخرين. عندي ملفان صغيران وأريد ملفين كبيرين. من أين لك هذا القلم الجميل ذو اللونين يا بشير؟ اشتريته. بكم اشتريته؟ اشتريته بريالين. 20 ders. Diqqat qilgan nuqtalar biz darsning oldida deb o'tgan ikkilik ismlarninki i'robiya. Kam suratan hafizta ya Bashir? Bashir, qancha sura yodilding? Nima kam? Arab tilida ikki xil kam bor. Birisi xabar jumlaga olib keladigan kam, yana birisi savol jumla olib keladigan kam. Xabar jumla olib keladigan kam nurg'ulg'an deb tarjima qilindi. Savol jumla olib keladigan kam qancha deb tarjima qilindi. Endi savol jumla olib keladigan kamdan keyin kelgan ism nima qildi? Zavar o'qildi. Shu nuqtaga diqqat qilsak bo'ldi. Hafiztu suratan wahida. Bir sura yodildim. Va kam suratan hafizta ya Umar? Umar, sen çok qancha sura yodilding? Ana hafiztu suratayn. Men 2 sura yodildim. Anada suratun bir sura shundami? Buni ikkilik bilan nusxaqanda bo'ladi. Suratani alif bilan. Anada hafiztu 2 surani yodildim bo'lgandan keyin to'ldiruvchi nima qilish kerak? Zavar.
ikkilik ismlar zavar qildigan nima qildi? Oxirisi ya nun bilan keladi shundami? Shunga suratayn. Ya abati, ja'al yawma mudarrisan jadidan. Dada, bugun ikki yangi o'qituvchi keldi. Qaranglar, ja'aning fa'ilisi mudarrisan bo'lg'achqa mudarrisani ikki yangi o'quvchi alif nun bilan ishlatiladi. Jadidani yangi. Ahaduhuma lil fiqh wal akharu lil hadis. Uning biri fiqhi uchun yoki fiqhining, yana biri hadisning. Al mushada biz bayatdan darslarda so'zlagan biri yana biri deganni ahaduhuma wal akharu ifodalik shundaqo. Bu erlik bo'lganlik uchun ahaduhuma wal akhir deb ifodalandi. Agar ayollar qolib qolgan bo'lsa qanday ifodalanadi? Ihdahuma wal ukhra deb ifodalanadi. Ya abati, qara'tu al-yawma kalimatayn jadidatayn fi hadha al-kitab. Ada, bugun bu kitobda ikki yangi so'z o'qidim. Kalimatayn jadidatayn fi hadha al-kitab. Asli kalimaning ikkiligi nima? Kalimatan. Jadidunning ikkiligi uchun jadidatunning jadidatan shundami? Ammo o'rinda qara'tu degan fe'l va fa'ilning to'ldiruvchisi o'qishga zavar o'qilish kerak. Zavar o'qilganda nima bilan keladi? Ya bilan nun keladi. Shundaqo. Shunga kalimatayn jadidatayn deb o'qil. Ma huma nimushkisi? Huma al-musht wal mikhadda. Ushkisi tag'aq va yastuq degan so'z. Arafta ma'nahuma? Ma'nosini bildingmi? Na'am. Sa'altul mudarris, o'qituvchini so'rdim. Fasharaha li ma'nahuma. Menga ushkisining ma'nosini qanday qiladi? Izohlab berdi. Ana al'an azam ila suq. Men hozir bozorga ketyapman. Aturiduna shay'an? Bir narsa lozimmi yoki bir narsani xohlamsizlar? Uridu daftaran. Menga daftar lozim yoki men daftarni xohlayman, daftar olmoqchi. Indi daftaran va uridu daftarayn akharayn. Menda ikki daftar bor. Daftaran alif nun bilan kelishunami? Chunki men yerda igi o'g'achqa indi xabar daftaran igi o'g'achqa igi degan nima qildi? Pash. Shunga alif nun bilan keldi. Uridu daftarayn akharayn. Men yana boshqa ikki daftar olmoqchi yoki menga yana boshqa ikki daftar kerak. Men yerda uriduning to'ldiruvchisi o'g'achqa zavar qilish kerak. Nima bilan zavar qildi? Ya nun bilan zavar qildi. Shunga daftarayn akharayn keldi. عندي ملفان صغيران وأريد ملفين كبيرين. Menda ikki kichik so'mka bor. Qopchiq demakchi shundami? Uridu milaffayn kabirayn. Ikki cho'ng so'mka lozim. Milaffan sag'iran yani ig'o'g'achqa shu alif bilan keldi. Milaffan edi. Uridu milaffayn kabirayn to'ldiruvchi o'g'atqa shu milaffayn deb nima bilan keldi? Ya bilan keldi. من أين لك هذا القلم الجميل ذو اللونين يا بشير؟ بشير sizga bu ikki ranglik chiroyli qalam nerdan keldi? Min ayna qayerdan? Laka sizga hazal qalamul jamil chiroyli qalam zu lawnayn ikki ranglik. Ammo o'rinda zu mudof lawnayn muzof ilayh shundami? Muzof ilayh nima qiladi? Zir. Endi bu lawnan degan ikkilik zir o'qilsa qanday o'qilmoqchi? Yavlan o'qilmoqchi. Shunga lawnayn deb keladi. Ishtaraytuhu sotib oldim. Bekam ishtaraytuhu. Nechta pul sotib oldingiz? Ishtaraytuhu bi riyalayn. Uni 2 riyalga. Endi bakagandan keyin riyalan zir o'qilsa o'qilish kerak. Zir o'qilsa qanday o'qiladi? Yavlan, ya'ni bir riyalayn. Dialog tushunishib bo'lgan bo'lsa, mashqni bir qur talablarini ko'rib o'tib ketaylik, Tamarin ko'nik bilan. التمرين الأول أجب عن الأسئلة الآتية. تهنيك صلى الله عليه وسلم. يعني لا أخشش بس ديالك أخ بوغان دكين جواب برمزة. ينب أزشتر بوغان دكين. شكينيسي تأمل ما يلي. تهنيك لأنه أوينب بقن. دمك جوغنه عادة جملة سözler 3 xilning birisi bo'ladi. Ya marfu, ya'ni pesh o'qiladigan ismlar bo'ladi. Ya mansub, zavar o'qiladigan ismlar bo'ladi. Ya majrur, zir o'qiladigan ismlar bo'ladi. Ya'ni bosh kelish holatdagi, tushum kelish holatdagi va nima, egillik kelish holatdagi ismlar bo'ladi. Endi ism birlik holatda kelib qolsa, ja'al mudarrisuga o'xshash. Bosh kelish holatda bo'lsa, pesh o'qiladi, shundaymi? Ra'aytul mudarrisaga o'xshash nima qildi? Egillik tushum kelish holati bo'lsa, zavar o'qildi. Zahabtu ilal mudarrisiga o'xshash egillik kelish holati bo'lib qolsa nima qiladi? Zir o'qiladi. Bu aniq.
endi şu isimlar ikkilik aylangan vaqtida qanday bo'ladi desa, bosh kelish holatda birlik ism zir o'qilg'ayada, bosh kelishdagi ism nima bilan keldi? Alif bilan. Birlik ism zir o'qilg'ayada, bosh tushum kelishdagi ism nima o'qiladi? Ya bilan. Birlik ism zir o'qilgan, igilik kelishda ikkilik ism nima o'qiladi? Yana ya bilan. İgili kelishda tushum kelish holati o'xshash, ha? Qarama. Mudarrisani, mudarrisayni, mudarrisayni. Bunu tushunishga bo'lgan bo'lsa, 3-mashq ajib anil as'ilatil atiya musta'milan al musanna. Tundagi savollarga ikkilik so'zlarni ishlatib javob beradi. Masalan, birinchi savol kam ahanlak, ikkinchi savol kam kitaban ayndak, uchinchi savol kam taliban jadidan ja'al yawm. Birinchisi masalan sizning qancha o'g'il bir tuxuningiz bor, ikkinchisi sizda qancha kitob bor, uchinchisi bugun qancha yangi o'quvchi keldi. Biz ikkilik ishlatib javob bersak bo'ladi. Masalan, birinchisi men javob bersam, kam ahanlak sizning qancha o'g'il bir tuxuningiz bor desa, nima javob beramiz? Li mening shundama akhwani. Ikki nima bor? O'g'il bir tuxunim bor. Kam kitaban ayndak? Indi kitabani. Menda qancha kitob bor? Ikki kitob bor. degan shaklda javob bersak bo'ladi. Ha. 4-mashq. Tundagi savollarga ikkilik ishlatib javob bering. Endi bayatning 3-mashqda asosli bosh kelishda alif bilan nunni maqsad qilib tuzilgan shunda, endi hozir tushum kelish yoki igilik kelishni asosli tushum kelishni maqsad qilib turib so'rayotdi. Ha. Qaranglar. Kam lug'atan ta'rifu? Qancha tilni bilasiz? Ni to'ldiruvchi-ku. Cho'qim bu yerda akamakchi bo'lgan ikki tilni deydigan gapimiz nima bo'lish kerak? Tushum kelish kerak. Ya'ni a'rifu bilaman degan gap bu. Lug'atayni. Necha tilni? Ikki tilni bilaman. Ikkinchi savol. Kam suradan hafizlayman ya Maryam? Qancha sura yodoldim? Hafiztu suratayn. Mushuna o'xshash qog'ozlarga javob bersak bo'ladi. Ha. 5-mashq. Tundagi savollarga ikkilik ishlatib javob beradi. Asosiy ma'noda igilik kelishni maqsad qilib so'rayotdi ha bizdan. Masalan, bikam riyalan ishtarayti hazihi al-majallati ya Amina. Amina, bu jurnalni qancha riyalga sotib oldingiz? Albatta biz nima deymiz? 2 riyal deyish kerak shundami? Ishtaraytu hazihi al-majallata bi riyalayni. Aldığı bəkeldi, igilik kelish oldu. Nimalar ifodalanadi? Yavlar ifodalanadi. Qolgan savollarga shu kun javob bersak bo'ladi. 6-si ostiga sizilgan so'zlarni ikkilikka aylantiradi. Masalan, birinchisi fi baytina sallaja. Bizning uyimizda bir to'ng'atqa bor shundami? Buni ikki to'ng'atqa bor demoqchi bo'lsak, nima deymiz? Sallajatani. Sallajatani. Alif bilan nun qo'shimiz shundaqmi? Çünkü bu başka şey olacaksa nimeler işiltimiz, alif bilan nun işiltimiz. Bu bir. Andaki 3. sualga qaranglar, 3. cümlege. Ra'aytu fi maktabil barid barqiyatan lak. Men pochtaxonada sizga kelgan bir telegramini ko'rdim. Almashada 2 telegram demoqchi bo'lsak, nima deymiz? Barqiyatani demdik. Barqiyatayni. Çünkü ko'rdim bo'lganligini to'ldiruvchindami? To'ldiruvchi nima qiladi? Zavar. Zavar o'qildigan o'rinlarda ikkilik ismlar qanday bo'ladi? Ya nun bilan barqiyatayn ifodalanadi. Qolgan shaklga shu bo'yicha o'zgartib baqsak bo'ladi. 7-jumla savol tundagi kitobani, kitabayn, talibayn, taliban degan jumla so'zlarni ishlatib jumla tuzib baqindi bo'ladi. Diqqat qilsak bo'ldi, taliban bosh kelish, talibayn nima? Tushum yoki igilik kelish. Shu bo'yicha diqqat qilib jumla tuzsak bo'laveradi. 8-ci tundagi ahaduhuma val axirniki misollarini o'ylab baqing. Bayatni tushunadi qo'shindami? Ikki narsani so'zlamoqchi bo'lib, biri mandaq, yana biri mandaq demoqchi bo'lsak, erli ko'p qat qaysini ishlatamiz? Ahaduhuma val axirini ayolli ko'p qatchi ihdahuma val ukhra. Masalan, li akhwan meningki ikki qarindishim bor. Ahaduhuma tabibun val akhiru muhandisun. Biri doktor, yana biri nima? Injener. Erli ko'p qatqa, ha? لهذه الحافلة bu maşininin baban işki var. Ahaduhuma biri للدخول kirdiğanga vel ahar yani biri lilhuruj çıkıdığanga. En az 9-cu qaranglar. 9-da ihdahuma vel ukhranı misalını o'ylab baqında bo'ladi. Endi faqat o'xshash ahaduhuma vel akhar bilan ihdahuma vel ukhra o'xshash. Faqat erlarga ani ishlatimiz, ayollarga uchun ma'ni ishlatimiz. Shundaqmi? Bir misol ko'rib baqayli. Li ukhtan. Mening ikki qiz singlim bor yoki qiz qarindishim bor. Ihdahuma mudarrisa. Uning biri o'qituvchi,
vel ukhra mumarrida. Yani biri sistra. Başka farkı yok. Fakat erlik aylık bilan ayrılsak buludu. Am tövendeki misallarni o'ylab bakın da oldu. Demek çoğunu zudin keyin kelgan ism nima qildi? Zir. An yuqoridagilarning hammasi zivar qildigan ikkilik ismlarni ya bilan qilgan shunda ama an zir qildigan, ya'ni igini kilishdagi ikkilik ismlarmi shu zivar qildigan, ya'ni ya bilan kelgan ikkilik ismlar bilan o'xshash keladi. Masalan, hazal qalam zul lawnayn mufid jiddan. Bu ikki ranglik qalam bak nima foydali. İşte zul lawnayn. Zu mudaf, lawnayn nima muzaf ilayh. Muzaf ilayh nima qiladi? Zir. Zir qildigan o'rinda ya nom bilan ifodalanadi ikkilik